Talofatsiz mavsumni o'tkazish. Buning uchun har bir inson birinchi navbatda mas'uliyatni oshirishi maqsadga muvofiqdir. Kuz-qish davrida aholi o'rtasida is gazidan zaharlanish va gaz-havo aralashmasi chaqnashining oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va bu paytda ko'p tarqaladigan epidemik kasalliklarni bartaraf etish bo'yicha viloyat miqyosida bajarilgan tadbirlar mavzusiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Muloqotda Qashqadaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. 2415 ta qavatli uylarni tekshirib chiqdi. Birgina misol 592 ta xonadonlarda maishiy gaz ballonlaridan foydalanish holatlari aniqlandi. Bu bo'yicha ham tegishli xizmatlar bilan bartaraf etish choralari ko'rildi va ularni uzluksiz ravishda, ayniqsa kuz-qish mavsumida to'g'ri isitilishini yo'lga qo'yish maqsad qilib qo'yildi. Vohadagi 2518 tadan ortiq ko'p qavatli uylarda isitish tizimlari, mo'rikonlar mavsum oldi ko'rikdan o'tkazib chiqildi. 710 mingdan ortiq shaxsiy uylarda elektr, gaz va yong'in xavfsizligi yo'nalishida tekshiruvlar hamda profilaktik ishlar olib borilishi belgilangan. Mavjud 1709 ta maktabgacha va maktab ta'limi obyektlari, 6 ta oliy ta'lim hamda 343 ta sog'liqni saqlash obyektlarining yong'inga qarshi holati to'liq tekshirilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar so'zga chiqqanlar tomonidan keltirib o'tildi. Kuz-qish mavsumiga qay darajada tayyorgarlik ko'rilganligi hamda aynan favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish yuzasidan qanaqa ishlar amalga oshirilayotganligi xususida savollar berildi. Mutaxassislar tomonidan esa aynan yong'in oqibatlari, is gazi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni kamaytirishda qanaqa usullarga e'tibor qaratilayotganligi xususida ham batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ogohlikni kuchaytirish, xavfsizlik madaniyatini shakllantirish faqat tizim mutaxassislari zimmasidagi vazifa emas. Bu har bir insonning mas'uliyatli burchidir. Shunday ekan, kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazaylik.